Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Shohruh Halimjonovich Doniyorov, xirurg-onkolog mamolog, rekonstruktiv plastik xirurg. Bugun biz sizlar bilan ko'krak bezi saratoni va ko'krak bezidagi boshqa kasalliklarni diagnostikasidagi eng muhim tekshiruvlardan biri bo'lgan biopsiya haqida gaplashib o'tamiz. Biopsiya bu ko'krak bezi to'qimasida hosil bo'lgan, ko'krak beziga xos bo'lmagan yangi hosillarni bir qismini olib mikroskop ostida tekshirish hisoblanadi. Bu tekshiruv usuli diagnoz qo'yishimizdagi eng muhim tekshiruvlardan biri hisoblanadi. Eng muhim tekshiruv desak ham adashmagan bo'lamiz, chunki bemorimizga qanday diagnoz qo'yilishi va qanaqa davolash turlari kerakligini shu biopsiya asosida aniqlaymiz. Biopsiya olishda ko'pchilik bemorlarimiz shu Toshkentda ham yoki Sankt-Peterburgda konsultatsiyalar paytida ham ko'pchilikda savollar tug'iladi. Agar biopsiya olsak kasallik ko'payib ketmaydimi? Tig' tekkisi kasallik tarqalib ketmaydimi? Yo'q. Ko'krak bezi to'qimasida paydo bo'lgan hosillardan biz trepan biopsiya yoki tonkoigolniy aspiratsion biopsiya deymiz. Shprits orqali biopsiya olganimizda kasallik tarqalib ketmaydi. Kasallik даже tig' tekkizmagan paytimizda ham kerak bo'lsa tarqalishni boshlagan bo'lishi mumkin. Shu tufayli biz qancha bemorda erta kasallikni aniqlab davolashni boshlasak, shuncha bizni davolashimiz muvaffaqiyatliroq bo'ladi va bemorimizni kasallikdan tuzatib yuborishimizga shans katta bo'ladi. Bu videoni qilishimizga sabab ko'pchilik bemorlarimiz kelishganda konsultatsiyalarda biz ko'ramiz, masalan UZI qilingan, mammografiya qilingan yoki boshqa tekshiruvlar o'tkazilgan, hamma joyda ko'krak bezi saratoniga podozreniya bor, biopsiya olingan, biopsiyada ko'krak bezi saratoni diagnozi aniqlanmagan. Bemorlar kelishganda keyin shu biopsiya qanaqa qilinishi kerakligida haqidagi tushunchalarni konsultatsiya davomida uzoq vaqt qayta tushuntirish kerak bo'lgani uchun shu videoni qilishga qaror qildik. Biopsiya qanaqa olinishini to'g'ri bemorlarimiz bilishlari va biopsiya olishga borganda vrachlarga kerakli savollarni berib o'zlariga shu biopsiyani og'riqsiz, maksimalniy informativni va xavfsiz ravishda qilishlari uchun. Biopsiya qilishda masalan ko'krak bezida ma'lum bir hosillar aniqlangan bo'lsa, biz avvalambor hosillarga shu qanaqa biopsiya qilinishi haqidagi videomiz bor. Ozgina kichkina lavha. Shu lavha misolida tushuntirib o'tamiz. Bemorimizda UZI va mammografiya tekshiruvlari asosida ko'kragida hosillar aniqlangan. Bu hosillar ko'krak bezi to'qimasidan ajralib turibdi, yaqqol ko'rinib. Shu hosillardan biopsiya olish jarayonida birinchi etap ko'krak operatsion poli обработка qilamiz, antiseptiklar bilan ограничить qilib infeksiya tushmaydigan holatga keltirib steril условияларда og'riq qoldiruvchi, mahalliy og'riq qoldiruvchi dori vositalar bilan ukol qilamiz. Mana bu ekranimizda hozir mana shprits yordamida og'riq qoldiruvchi dorilarni hamma tomoniga kirgizib, hosillarni og'riqsizlantiramiz. Birinchi o'rinda ko'rib turibsizlar, dori vositasi kiritilganda shu infiltratsiya deymiz, to'qima atrofidagi sog'lom to'qimalarimiz, ko'krak bezi to'qimalari kengayib, shu joyga dori vositasi tushdi. Endi ikkinchi etapda maxsus shprits kiritiladi. Mana ko'rib turibsiz, bu shpritsimiz kirib shu to'qimadan har xil zonalaridan kesib shprits yordamida, одноразовый shpritsimiz bor. Shu yordamida mana tepasidan oldik, endi pastki qavatidan olamiz. O'rta, tepa, past har xil joylaridan kamida 4 ta kusochik olamiz. Iloji boricha ko'proq tekshiruvga material oladigan bo'lsak, maksimal informativni bo'ladi, kasallikni diagnozimizni noto'g'ri bo'lishi xavfi kamayadi. UZI bilan biopsiya olganimizda ko'rib turibsiz, ichki to'qimalardagi ko'krak qafasi to'qimalari uzoqda, iglamiz qaysi joygacha yetib boryapti, hammasi kontrol ostida bo'ladi. Bemorimizda
осложнениyalar, masalan ichki organlarga tegishi yoki boshqa qon tomirlari, nervlar yaqin bo'lsa, ularni zararlantirishimiz imkoniyati kam bo'ladi, maksimalni. Va biopsiyani bemor uchun og'riqsiz, xavfsiz ravishda va to'g'ri, kerakli joydan olib diagnozni bir martada to'g'ri chiqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu biopsiya olish tripan biopsiya pod UZI kontroli, ya'ni UZI kontroli ostida ko'krak bezi to'qimasidan biopsiya olish usuli hisoblanadi. Ko'p hollarda shu vrachlarimiz UZI ostida mana shunaqa kontrolsiz olingani tufayli aytib o'tganimdek, mammografiya, UZI yoki boshqa tekshiruvlarda ko'krak bezi saratoniga podozreniya bor, biopsiya olinganda ko'krak bezi to'qimasi zararlanmagan, to'qimasi degan savol kelib chiqadi va bemorlarimiz konsultatsiyaga kelishganda shu narsani tushuntirib, yana aytganimizgacha bemorlarimiz ancha qo'rqishadi, qiynalishadi, vaqt yo'qotishadi. Shu narsalar bo'lmasligi uchun sizlarga bugun lavhani namoyish qildik. Agar kimgadir biopsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta UZI kontroli ostida biopsiya qilinglar. Bu sizlarni vaqt yo'qotishlaringni oldini oladi. Ikkinchidan, осложнениyalar, har xil ichki to'qimalarga zarar yetish imkoniyati kamayadi va diagnoz to'g'ri qo'yilishiga sabab bo'ladi. Sizlar bilan Shohruh Halimjonovich Doniyorov, xirurg-onkolog mamolog. Yana bir marta o'zimni praktikamdan kelib chiqqan holda maksimal informatsiya berishga harakat qildim. Agar kimdadir boshqa temalarga oid savollar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Shu kommentariyalar asosida keyingi videolarni olib bemorlarimizga, umuman bemor bo'lmagan ayollarimizga ham informatsiya berib borishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat.